Salom bolalar, qandaysizlar? Men YouTube'ga Delisidan yangi kanal ochgandim. Bu mening eng birinchi videoyim. Shuning uchun podpishkada bo'lasizlar deb o'ylayman. Bugun men legendarniy skautim bor bitta va redki agent. Iloji bo'lsa karyera o'ynashimiz mumkin yoki ssenariy. Lekin vaqtim yo'q deb o'ylayman. Uncha birinchi videom bo'lgani uchun podpishka bo'lib turasizlar-da. Ana birinchi legendarniy skautdan boshlaymiz. Yaxshi chiqmadi. Faqatgina redki futbolchi bilan oddiy qizil futbol chiqdi. Bu menga kerak emas unchalik. Shuning uchun buni diskard qilib yuboramiz. Ikkinchisi redki agent hisoblanadi. Qanday kim tushishini hozir taxmin qilib ko'rasizlar. Mana ochib ko'ramiz. Boshladik. Qaysi davlatdaligini birinchi ko'rsatadi. Shuning uchun qaysi Ispaniya yaxshi. Qaysi pozitsiya bo'lishi mumkin? Himoyachi ekan. Menimcha yaqin himoyachi bo'lishi mumkin. 82 kuch. Esse time ambicioso está exibindo a nova contratação. Vivian ekan. Ispaniyalik yaxshigina himoyachi va 79 reyting. Bu menimcha kam uchraydi deb o'ylayman, chunki redki agentlardan 70 dan 79 gacha bo'lsa, eng kattasi shu tushdi. Va akkauntimni ham ko'rsatib o'taman. Men Zelisini 2020-yildan beri o'ynayman. O'zi kanal ochishga qaror qilganimga 1-2 kun bo'ldi. Mana Ronaldo 98 full holati mavjud. Bunaqa Ronaldolarni kam holatda ko'rishingiz mumkin. Yana 98 holatida. Qolgan futbolchilarni full qilganman. Messi 99 va Alisonni shu Delisiga bug kelganda, shu bugdan foydalanib 99 qilganman. Chilini 93ligi bor. Yana bitta 85ligi kelgan, lekin uni olib qola olmagandim. Ikonik futbolchilardan Neymar 96ligi bor. Juda yaxshi full holatda kuchaygan. Ruben Dias 94lik ham mavjud. Toni Kroos 93, bularni ham olib qolganman. Keyin Levisni kuchaytirganman. Hali yana kuchaymagan futbolchilarim bor. Hali ularni keyingi videolarda kuchaytiramiz. Men shuning uchun kuchaytirgichlar yig'ib qo'ymoqdaman. Hali juda kam, lekin vaqt borida anchagina tanga yig'ib, olmos yig'ib birgalikda kuchaytiraman.